Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamdlar va bandasi va quli bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh taoloning salomi va salovati bo'lsin. O'zimni, birodarlarimni, do'stlarimni, yurtimizni va butun islom ahlini muborak Ramazon oyi bilan tabriklayman. Bizni Ramazonga yetkazgani uchun Allohga hamd bo'lsin. Alloh taolo bizga bu oyda barakalardan unumli foydalanish va kecha kunduzlarini fazilatlari bilan to'ldirishga yordam bersin. Birinchi nasihat: ey musulmon birodar va singlim, har kuni go'yo onangiz sizni dunyoga keltirgani kundek pok holda bo'lishga harakat qiling. Biz tug'ilganimizda onalarimiz qonidan pok, gunohsiz, xatolarsiz, gunohkorlikdan xoli holda chiqqanmiz. Shuning uchun bu dunyodagi vazifamiz, aqlli musulmonning vazifasi shu poklikni har doim saqlab qolishdir. Tongni gunohsiz, pok holda boshlash va kunni pok holda yakunlash lozim. Bunga tong va kechki tavba bilan erishiladi. Har kunimizni tavba bilan boshlaymiz va har kunimizni tavba bilan tugatamiz. Imom Muslim o'z sahihida Abu Musa roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Alloh taolo tun bo'yi qo'lini ochadi, toki kun davomida gunoh qilganlar tavba qilsin. Kunduzi ham qo'lini ochadi, toki tun bo'yi gunoh qilganlar tavba qilsin. Bu hol quyosh g'arbdan chiqquniga qadar davom etadi. Demak, Alloh taolo bandalaridan ertalab pok bo'lishni, kun oxirida esa yana pok holda bo'lishlarini xohlaydi. Imom Muslim o'zining sahihida Al-Ag'ar ibn Yasar al-Muzani roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: ey insonlar, Allohga tavba qiling va undan mag'firat so'rang. Men kuniga 100 marta tavba qilaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kuniga 100 marta Allohdan mag'firat so'rardilar va tavba qilar edilar. Agar bu odatdagi kunlarda bo'lsa, Ramazonda biz uchun bundan ham katta imkoniyat bor. Bu oyda gunohlardan xalos bo'lib, poklanishimiz mumkin. Nasihat: Ramazondan xuddi onangiz sizni dunyoga keltirgan kunidek pok holda chiqing. Ramazondagi eng katta maqsadingiz va eng muhim maqsadingiz uni gunohlardan poklangan holda tark etish bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: kim Ramazon oyini iymon va Allohdan savob umidida ro'zasini tutsa, uning oldingi gunohlari kechiriladi. Va yana boshqa hadisda: kim Qadr kechasini iymon va Allohdan savob umid qilgan holda namoz bilan o'tkazsa, uning oldingi gunohlari kechiriladi. Va yana boshqa hadisda: bir Ramazon ikkinchi Ramazongacha bo'lgan vaqt ichida gunohlarga kafforat bo'ladi deyilgan. Shuning uchun o'zimga va birodarlarimga shunday nasihat qilaman: Ramazon bilan najot toping. Ramazon bilan muvaffaqiyat qozoning. Ramazon bilan boylik toping. Ramazon bilan saodatga erishing. Tavba qiluvchi bo'ling. Har bir kuningizni pok holda boshlang va Ramazondan ham pok holda chiqing. Hatto bu dunyoni tark etish vaqtingiz kelganda ham onangiz sizni dunyoga keltirgan kun kabi pok holda tark eting. Ramazon nihoyatda buyuk bir imkoniyatdir. Har kuni va har kecha tavba qilishga, poklanishga intiling. Agar Alloh xohlasa, sizning istaklaringiz amalga oshadi. Bu esa quyidagi amallar orqali bo'ladi: tavba qilish, Allohdan mag'firat so'rash, tavbaning shartlarini bajarish, ya'ni gunohni tark etish, unga qaytmaslikka qat'iy niyat qilish, gunohlarni yuvuvchi ezgu amallar qilish, kecha kunduz Allohga itoat qilish. Buni sizdan boshqa hech kim bajara olmaydi. Sizni faqat o'zingiz poklashingiz mumkin. Har kuni va har daqiqada o'zingizni gunohlardan xoli qiling. Xuddi onangiz sizni yangi tug'ilgan chaqaloq kabi dunyoga keltirganidek. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.